Tavçiyanning yordamchi qo'shin taklif qilish. Yaxshimisizlar do'stlar? Bunday bo'lsa biz 3 podshohlikni yana davomli so'zlab ketdik. Endi Savsov Chungongni uzib o'tgandan keyinlar Shahudinni chaqirib darhol qo'shin tayyorladi. Qo'shin tayyorlab Shujuga hujum otlandi. Shujuni qo'rshayli degan bir buyruqni tushirdi. Endi Shuju, ya'ni Tavchiyan tarafda Chungongning hech qanday xabarini olmagandan keyin, necha kun qarab baqdi, hech qanday uchir kelmagandan keyin, qarasa Savsovning qo'shininki o'zining shahriga hujum qilib kelayotganligini ko'rgandan keyin, endi bu Chungongdan umid qolmabdi. Baribir bu planni ishga oshirolmabdi deb bundan umidni uzib o'tib, yangi amallarni o'ylashga boshladi. Qanday qilayli? Baribir Savsovga kelib qoldi. El bo'lsaq tıxı bo'lmaydi, urushsaq tıxı yengolmaymiz. Boshqalardan yordam so'rayli degan bir shunday bir niyatga keldi deb. Aniki o'ylab oxiri bir necha kishini tizildi. Ya'ni o'zininki shu rayoniga yaqinroq mijozmi kelishadigan masalan do'st bo'lgan burunqa shunday yaqinlarni esiga oldi. Bularning birinchisi Yuan Shu, ikkinchisi Gong Sunzhen, uchinchisi shu Beixai degan o'rindagi shu Kungrong deydigan bir odam. Endi shu uchisiga bu ayrim xat yozgandan keyin Gong Sunzhen bilan Yuan Shudan hech qanday uchir kelmaydi. Bular endi bu xatni ko'masga soladi. Kungrong degan kishi shu xatni olib kelgan kishiga nima deydi desa, bu Tavchiyanga yordam qilsam bo'ldi. Ammo meningki Savsov bilan hech qanday o'ch adovatim yo'q. Bevosita Savsov qarshi chiqsam, bu endi dadamning uchun olaman deb ketib qolsa, bu qimlishamdi deb to'g'ri qo'shilmaydi endi bunga. Ammo men Savsovga bir maktub yozay. Maktubimda bularning yarishib qilish to'g'riliq gap qilay. Foydasi bo'lib qilish mumkin degan bir gapni deydi. Ammo bunda xatlarning foydasi yo'qligini Tavchiyanlarni bildi-da. Shuning bilan bu endi maktubni yozib bo'lib, shu Tavchiyanninki maktub avatga adam bilan o'zininki maktub avatga adamning ikkisini birlashtirib, shu Savsovga yetkazay bu xatni deb turgan vaqtda, ammo shu Kungrongninki shahri, ya'ni Sepilninki sirtidimi, varanchurung bir qo'shinning kelganligini bayqab qoldi. Endi bu nima ish bo'lganda deb Sepilning ustiga chiqib qarasa, bu yerda Seriq yog'liqlar qo'shin bu yerga kelib qolganda. Chunki biz Seriq yog'liqlar qo'shininki qaytadan maydonga kelganlik to'g'riliq Savsovninki ilikliklash hikoyasida so'zlagan. Endi buning shaharni Seriq yaqinliqlar qo'shini egallab oladi. Shuning bilan bu xatni sirtqa chiqish mumkin emasda. Bu Kungrongning ansiraydigini endi bu chaqda Shujo bo'lmasdan o'zining shahri bo'lib qoldi. Chunki bu Seriq yaqinliqlar qo'shini qo'rshib olgandan keyin buni vaqtida bir qutqizmasa amal yo'q. Endi biz qo'shin to'plab kelaylik. Bizga yordam qiladigan odam bo'lsa, menga kelsin. Bizga zot kimlar yordam qila oladi deb o'ylaydi. O'ylab Shujodagi Tavchiyan yordam qila oladi. Ammo Uma Savsovning qo'shavida qolgan tursa, bizga kim yordam qiladi deb o'ylab, oxiri bir odam o'ylab chiqdi. U kimligi vaqtda Pingven Naistiki Liu Guanzhang şeydi, Liu Bei. Liu Bei'ni chaqirib keldi. Liu Bei bizga yordam qiladi. Unisiga Liu Bei aytdi, shu Padişahning yo'lini tutgan odam. Bu Seriq yog'liqlar qo'shini padishahga qarshi chiqadigan qo'shin. Chuqur buni chaqirsak, bu bizga yordam qildi deb o'ylab, hamda shuningga bir maktub yozmoqchi bo'ldi. Ammo maktubni ochib birdigan odam bo'lish kerak-da bu yerda. Kim shu qo'shinning ichidan muasirdan busib chiqib, maktubni Liu Bei'ga yetkazib birdi. Bu bir masala hamda. Chunki buning uchun nihoyatda kuchli polvon bo'lmasa, muasirdan busib chiqolmaydi. Kim achqa bu xatni deb o'ylashib turgan vaqtda bir kishi bu xabarni anglab vaqirabli o'rdaga keldi. Nari tatib. Bu kishi kim degan vaqtda Tai Shisi. Nihoyat kuchli polvon hamda. Buni kinoda bek chiqarib ketmaydi. Ammo bu Sharqoning polvoni bo'lib ketdi keyin. Sunchuan Sunsalaniki. Bu ajoyib zo'r polvon shu Liu Bei'ning qo'lasidagi Guanyu Zhangfei'ga o'xshash. Savsovning qo'lasidagi Shujo Shahodin Shahoyla o'xshash Sharqo uchun ajoyib cho'ng to'yib qo'shgan kuchli polvon. Bu kishi hamda shu vaqtda Kungrongninki qo'lasida ishlayotganda men bu xatni avatib beray deb xatni oladi. Shuning bilan bu muasirni busib chiqib, undan keyin Liu Bei'ning yoniga bordi. Liu Bei'ning yoniga borgandan keyin
kirib o'zining maqsadini deydi va xatni uning bergandan keyin Liubeyni qo'shib hayajonlanib ketdi. Chunki birinchisi bu Kungrung degan kishi kim degan vaqtda bu Kungrung degan kishi Kungziningki avlodi. Kungzin bilamiz-ku? Dangliq kishi hamda. Mushu Kungziningki avlodi. Uning ustiga buningki bilim istidod jihatdan nom va danq va hamma kishi taniydigan kishi. Bu Kungrung Liubeyni xatda Liubey qarindishim deb bunda yiqilli holatda yozgandan keyin ham Liubey hayajonlanib ketdi. Mushunda dangliq kishi mening qarindishim deb olsa, men ham bu yerga bormasam qanday bo'ladi? Deydi. Chunki bir nochi odamdan birisi bizga gap qilib, "Men yordam qilsam bo'ldi" desa, hayajonim bilan yordam qilib ketamiz-ku. Mushunda bir odam gap qilsa, "Men yordam qilsam qanday bo'ldi" deb. Shunga o'xshash Liubeymi hayajonlanib bormaysan unda bo'lsa deb qo'shinni yig'di. Yana bir jihatdan bu Kungrungmi nima deydi desa, Seriq xalqlar qo'shini qaytadan qo'zg'alibdi. Shu bizningki rayonimiz bisvolmoqchi bo'ldi. Yordam qilib, men qaytirishib bersang degandan keyin bu xo'p kelishdida Liubeyninki shu niyatiga to'g'ri keladi. Seriq xalqlar qo'shinini bostirib, podshohlikni omonlikqa erishtirish. Yana bir jihatdan Liubeyninki aslidami bundaq nahiya hokim bo'lib ishlavagisi yo'q. Bir cho'ng-cho'ng ishdan qirg'iz bor. Plani bor-da. Shuning bilan bu hamda uning naiti yoqidi. Shuning bilan qo'shinni yig'ib shu Kungrungninki bexay bordi. Borgandan keyin hamda bu Seriq xalqlar qo'shini hammasi dehqonlardan kelib chiqqan, hamda bir naiti rattik bo'lmagan, bir yaroqlarim yo'q, ketman gurjaklar bilan chiqqan qo'shinda tuzuk bir jangmi ko'rmagan, mashqmi ko'rmagan. Shuning bilan Liubeyning qo'shini bilan uchrashgandan keyin tuzuk urushmayla, bular mag'lub bo'lib, terib-perang bo'lib qochib ketdi. Undan keyin Liubey Kungrungning yiniga kirib, buning bilan ko'rishdi. Andan keyin bular hamda jang tang-tanisi qilayotgan vaqtda hamda Kungrung yana bir iltimosni qildi. Bu jangni u yaxshi qildi. Hamda Sav-Sav Tavchenga xiris qilib o'tibdi. Shu joyni egallab olmoqchi bo'ldi. Biz hamda Sav-Savniki bunday zo'rayib ketishiga qarab tursak bo'lmaydi. Men bu xatardan qutulgandan keyin hamda biz berib Tavchenni qutqizili deb bu Liubeyga maslahat soldi. Salgandan keyin Liubey bo'ladi, bu texim yaxshi ishkan. Unda bo'lsa Tavchenni qutqizil. Tavchen orada tayinlagan amaldor. Buni qutqizish nihoyat yo'lliq ish deb Kungrung bilan ikkisi hamda shu joy taraf qarab atlandi. Endi shu atlanish jarayonida Kungrung hamda Liubeyga taklif berdi. Siz qo'shin ariyatga kelib kelsangiz bo'ldi degandan keyin bo'ldi. Men qo'shinim zo'raytay, Gongsunzanning yeniga berib 3000 lashkar olib kelay degan bir shu so'zni qilib qo'yib, undan keyin Gongsunzanning yeniga ketdi bular ayrilib. Chunki hamda Liubeyninki qo'shini har qanday sarxil degan bilanmi Sav-Savning qo'shinidek jiq emas, ham sarxil emas. Chunki bu bir aymoqninki hokimi hamda uning qo'li qanchalik lashkari bo'ldi. Sav-Sav bo'lsa to'xtamay qo'shin yig'ayotgan bir nihoyat zo'r qo'shin ega kishida. Shuning bilan Liubey Tavchen Kungrungdan yordam so'ragan bo'lsa, Kungrung Liubeydan yordam so'raydi, Liubey hamda Gongsunzanning yeniga ketdi. Unda qo'z do'stlar, shu Tavchenninki yordam so'rash hikoyasini shunchalik so'zlab turli. Keyingi filmda bizning so'zlaymiz degan vaqtda Liubeyning Sav-Sav qo'shini bilan tutishishi, to'g'riliq so'zlashimiz. Unda qo'z do'stlar, film yaragan bo'lsa, inkas rayoniga alt raqamlarni gullarni yo'llab qo'yinglar. Filmni saqlab olib, tarqatib qo'yinglar. Texmi ko'p, texmi cho'nqur mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, uch podshohlikdan texmi yaxshi narsalarni egallamoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ulanmin besib, men tayyor so'zlab qo'ygan darsni anglab olsanglar bo'ladi.